Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Yana bir bor sizlar bilan uchrashganimizdan xursandmiz. Mana Agroeksport Group kompaniyasini bolalari kelishibdi, bulardan urug' olganmiz. Hozir kuzgi mavsumda bil xudo xolasa 40 gektar ekdik. Hozir sentiner sut 15-iyulda ekdik. Ot terim ishlari bo'lyapti, ot teryapmiz. Jihorlarimiz yaxshi, holati yaxshi. Juda ajoyib bo'lgan, mana shu ko'rib turganingizdek, faqat bu kapelnida yetishtirilgan, ariqda emas, kapelnida. Mana shu holatda bo'lgan jihorlar. Hozir mana sentiner jihorimizda hozir uzunligi 20 cm. Hozir mana shuni qatorini sanab chiqamiz. Qani nechta bo'lgan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ta o'zi qatoriga don bor. Mana endi o'rtasini sindiramiz buni. Mana endi diametrini sanaymiz. Diametri mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ta diametri, uzunligi 34 ta bo'ldi. Sifati yaxshi jihorini. Ishonchli urug' olsa bo'ladi. Sentiner yaxshi sort ekan.